11-sinfni bitirdingiz. Endi qayerga o'qishga topshirmoqchisiz? Men jurnalistikaga topshirmoqchiman, chunki bu sohaga qiziqishim katta. Я еще не подумала, но у меня есть направление менеджмент. А в университете я думаю еще. Jurnalistika. Bankirlik sohasi hisob-kitob o'ylab qolmoqchiman-da. Doktorlik bo'yicha vrach bo'laman, xudo xohlasa. Adamga o'xshab davlat tuzumga xizmat qilaman. Tarix fanida o'qituvchi. Psixologiya. Mani kuchmeyster, men bu yerga aralash hal tanlamadim. Maktab sog'inasizmi? Ha, juda. Очень. Именно одноклассников. Maktab sog'inaman, chunki shu yerda bolaligimizda o'tgan. To'g'risi aytsam maktabni sog'inaman, chunki sinfdoshlarim bilan birga o'tgan vaqtdan sog'inaman. Yoshligimizda o'tgan ular bilan yoshlikdan katta bo'lgan bizani aytadi, hech narsa yo'qligi paytda ham siz bilan o'rtoq bo'lgan edi, shanchilar. Men maktabni o'zim sog'inmayman, lekin sinfdoshlarim o'zini sog'inaman. Men sog'inaman, chunki yoshligimizdan beri hammasi katta bo'lib o'sgan, hammasi yaqin og'aynimiz. Ko'rmasa baribir odam sog'inadilar. Asosan maktabimiz sinfdoshlar bilan o'tgan davr boshqacha, o'shaning uchun sinfdoshlar bilan o'tgan davr sog'inamiz. Maktabni bitirdingiz, qo'rquvlaringiz bormi? Voy juda katta. Chunki o'qishga kirish kerak. Bu yil qiyin bo'lgan. Yo'q. Nima qo'rqamiz? Bor, qo'rqaman. Inskiy kiramaslik bo'lishi mumkin. Ну, взрослая жизнь. Немножко, да, есть. Yo'q, umuman. Yo'q, umuman yo'q. Ishingizda va o'qishlaringizga omad tilayman. Rahmat javob berganingiz uchun. Rahmat. Barcha bitiruvchi o'quvchi talabalarni Oriental universiteti nomidan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Kelgusida sizning o'qishlaringiz va ishlaringizda omad tilab qolamiz.